13, 14 va 15 mart kunisi do'konimizdagi kiyimlarimizni 30% chegirma e'lon etdik. Aslan qisqacha tanishtirib o'tib ketamiz. Shu yerda ko'rib turganimizdek chiroyli bo'lgan yosh qizlarimizga mos kufta yubkalarimiz. Bundan tashqari bu tarafda ayollarimiz uchun ham mos bo'lgan вечерний kufta yubkalarimiz va bizdan naturalga tilqilardan so'raydilar kufta yubkalarni. Ular ham bu tarafda ofisniy variantdagi kufta yubkalarimizdan ko'rishingiz mumkin. Hayitda nogishni bilmay yurgan akalarimiz uchun yosh qizlarimiz ham mos bo'lgan duvoykalarimizdan. Bundan tashqari bu tarafda ko'rib turgan barcha duvoykalaringiz, stroykalaringiz, yoshi katta onaxonlarimiz uchun mos bo'lgan naturalga ko'ylaklarimiz bu tarafda turgan hammasi. Undan keyin naturalga kufta yubkalarimiz bor bu tarafimizda. Bular ham bizdan jinsi kufta yubkalarimizni, duvoykalarimizni so'raydilar. Bularni 30% chegirmada xarid etishingiz mumkin. Bularning narxini oldingi videolarda aytib o'tib ketganmiz. Bu videolarimizda ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu faqat молодежный akalar uchun emas, boshimga akalarimiz uchun ham moslari bor. Bu tarafda ko'rgan tapchikalaringiz ham 30% chegirmada. Va katta yoshdagi onaxonlarimiz uchun jaketlarimiz, bu tarafdagi plashlarimiz ham va bunda vitrovkalarimiz bor. Bularni ham 30% chegirmada xarid etishingiz mumkin. Bundan qizlarimiz uchun mos bo'lgan vitrovkalarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari bu yerda ko'rib turgan barcha bryuklarimiz ham 30% chegirma e'lon etganmiz. Yubkalarimiz ham bor. Har xil turdagi, trenddagi, tigrli variantda deysizmi, pressrovkali deysizmi, har xilisidan xarid etishingiz mumkin do'konimizda. Bu tarafda trendda bo'lib turgan yubkamizdan degan do'konimizdan va kuftalarimiz ko'rishingiz mumkin. Tigr variantda deysizmi, atlasvoy har xillaridan bor. Katta yoshdagi onaxonlarimizga kundalik kiyishlari uchun ham shuning chiroyli bo'lgan ko'ylaklarimizdan bor. Ko'rishingiz mumkin. Har xil variantda topishingiz mumkin bo'ladi. Bir yerga kiyadigan deysizmi, uyda kiyib yuradigan har xilisidan bor. Bu tarafdan bondinsa modani yaxshi ko'radigan akalarimiz uchun neobычный fasonda tikilgan ko'ylaklarimizdan ko'rishingiz mumkin. Shularni va boshimga akalarimiz uchun chiroyli bo'lgan kuftalarimizni, detskiy kiyimlarimiz, duvoykalarimiz va beda troykalarimiz bor. Ularni 30% chegirmada qo'yganmiz. Shu yerda ko'rib turgan barcha ko'ylaklaringizni, duvoykalaringizni, detskiy deysizmi, katta yoshdagilar hammasini bo'lgan 30% chegirmamizni 13, 14 va 15 mart kunlari kelib do'konimizdan xarid etishingiz mumkin. Hammangizni Modaline do'konida kutib qolamiz.